Oltinchi dars kimyoviy formula. Modda tarkibini kimyoviy belgi va indekslar yordamida ifodalash kimyoviy formula deyiladi. Masalan, H2O ni misol qilib olsak, kimyoviy formula. Kimyoviy belgi nima shunda? Albatta, vodorod bilan kislorod. Indeks mana bitta ko'rib turganimizdek. Endi kimyoviy belgi desa, biz shuni tushunishimiz kerak, bu kimyoviy element. Shuni tushunsak, oson bo'ladi. Keyingisi, bu yerda kimyoviy formula tarkibidagi molekula, atom hamda element sonlari berilgan, birinchi jadvalda ishlangan. Shunga qarab bitta misol qilib yozamiz. Masalan, H2SO4 desak, 5 ta. Bu nimani anglatadi? 5 bu molekula soni, sulfat kislota tarkibida element soni ko'rib turganimizdek bitta vodorod, oltin gugurt hamda kislorod. Jami 3 ta element. Sulfat kislota tarkibidagi atom soni shuni yodda tutishimiz kerak. Murakkab modda tarkibidagi element atomlar soni elementning o'ng tomoni pastki qismida joylashgan bo'ladi. Masalan, vodorod sonimiz mana o'ng tomoni pastki qismida 2 ta atomdan iborat, oltin gurtumizda atom yo'q. Demak, 1 bor. 2 ga 1 qo'shsak 3, kislorodimizda 4 ta, qo'shib olsak 7 ta. Demak, 5 ta bitta molekula saqlagan sulfat kislotada 7 ta atom desa, 5 ta molekulasida 35 ta atom bo'ladi. Birinchi topshiriqda mana shunga qarab, demak, ishlab qolamiz. Keyingisi, quyidagi jadval ma'lumotlarini yod oling deyilgan. Bu yerda albatta o'sha murakkab moddalar berilgan, ularni birikmani nomi hamda formulasi, molyar massasi berilgan. Buni yodlab olsak, masala ishlash davomida ishimiz osonlashadi, vaqtni ancha yutamiz. Buni tavsiya qilaman yodlab olishni. Keyingisi, murakkab moddaning molyar massasini topish. Masalan, H3 bu yerda topib olsak, birinchi o'rinda buni tarkibini analiz qilishimiz kerak. Vodorod, fosfor hamda kislorod elementlaridan tashkil topgan. 3 ta vodorod atomi, bitta fosfor hamda 4 ta kislorod atomidan tashkil topgan. Vodorodimizda 3 ta vodorodimiz massasi 3, bitta fosforimiz 31, kislorodimiz 16, 4 tasi 64. Jamini qo'shsak, shunda molyar massasi 98 kelib chiqadi. Xulosa qilib aytganda, modda tarkibidagi element atomlarining massalari yig'indisi moddaning molyar massasini keltirib chiqaradi. Topshiriq 2da mana shu murakkab 14 ta murakkab modda berilgan, shuni molyar massasini topib chiqishimiz kerak ekan. Topshiriq 3. Murakkab modda tarkibidagi element atomlarining massa olishini topish. Masalan, misik sulfat. Misimiz bitta 64, bitta oltin gurtimiz 32, 4 ta kislorodimiz 64. Jamini qo'shib chiqsak, demak molyar massasi kelib chiqadi. 160. Molyar massasi, ya'ni umumiy massasi 100% ga teng. Birikmadan masalan shu yerda misda massa olishini topib ko'ramiz. 160 gram umumiy molyar massani ichida misda massasi 64 gram, oltin gurt 32, kislorodimiz ham 64 gram. Misda massasini yoza olamiz. Endi bu yerda proporsiya qilsak 64 100 ga ko'paytirib 160 ga bo'lishimiz kerak. Shunda 160 bilan 64 ni 32 ga bo'lamiz. 64 ni 32 ga bo'lsak 2, 160 ni 32 ga bo'lsak, demak 5 kelib chiqadi. 5 bilan 100 ni qisqartiramiz 20 ga, 20 ni 2 ga ko'paytirsak, ko'rib turganimizdek mana 40% kelib chiqibdi. Imkon darajasida kalkulyatorsiz ishlashimiz kerak. Topshiriq 3. Quyidagi jadvalda berilgan moddalar tarkibidagi element atomlarining massa olishlarini toping degan. To'liq bajarib chiqamiz buni topshiriq 3 tarkibida. Buni mustaqil ravishda bajarib chiqamiz. Element atomlarining massa olishini bergan holda birikma formulasini top deydi. Masalan, mis, oltin gurt, kisloroddan iborat desak, birikma tarkibi mis shunda 40%, oltin gurtimiz 20%, kislorodimiz 40% bo'lsa, birikmani tarkibini toping deydi. Misni massasini yoza olamiz. Oltin gurti massasi, kislorod massasi. Xulosa qilib aytganda, foizlar berilib, murakkab moddani tarkibini formulasini top desa, albatta berilgan foizlarni bir elementning nisbiy atom massasiga bo'lib, kichik butun sonlarga aylantirib olamiz. Endi shu yerda 40 ta 64 ga bo'lamiz. Albatta buni qisqartirib olsak, oson bo'ladi ishimiz. 8 ga qisqartirib olamiz. Bu 5, demak 8. Natijada 5 taqsim 8 kelib chiqadi. 20 ni 32 ga bo'lsak, ikkalasini 4 ga bo'la olamiz. Bu 5, bu 8. Bu ham demak 5 taqsim 8 mana ko'rinishga ega bo'ladi. 40 taqsim 16 8 ga bo'lsak, 5,
Bu demak 2. Keyingisi 5 taqsim 2. Endi e'tibor bersak, shu jarayonda mahrajlarni teng qiymatga keltira olamiz. 8, 8, 2 ekan. Buni 8 qilishimiz uchun 4 ga ko'paytiramiz. Demak, 4 ga ko'paytirsak 8 bo'ldi. Mahrajlarni tashlab yuboramiz. Suratlar 5, 5, keyingisi 4 kara 5, 20. Hammasini 5 ga bo'lib olsak, 1, demak 1, 4 nisbatga 4 kelar ekan. Endi e'tibor bersak, mana misimiz to'g'risiga qarasak, bitta oltin gurutimiz ham bitta ekan, kislorodimiz to'g'risiga qarasak mana 4 ta. Birikmani formulasi kelib chiqadi. Mis 2 sulfat. Topshiriq 4 ni buni mustaqil ishlab chiqamiz. Jadval berilgan, jadvalda elementlarni massa ulushi berilgan va kimyoviy formulasi topilsin degan. Mavzuni nazariy qismi, topshiriqlarni mana ko'rib chiqdik. Kimyoviy formula. Endi mavzuga oid bo'lgan testlarni ishlab chiqamiz. Ma'lum birikma tarkibida 40% kalsiy, 12% uglerod va x% kislorod bo'lsa, birikma formulasini toping debdi. Yoza olamiz berilishini: kalsiy, uglerod, kislorod. Kalsiyimiz 40, uglerodimiz 12, kislorod x% debdi. Umumiy birikma 100% bo'lsa, shundan kalsiy bilan uglerodning massa olishlarini ayirib tashlasak, kislorodning massa olishi kelib chiqadi. Demak, 48, 40, 12, 16. 40 ta 40 ga bo'lsak, demak 1, 12 ni 12 ga bo'lsak 1, 48 ni 16 ga bo'lsak 3. Demak, formulamiz kelib chiqibdi o'z-o'zidan. Kalsiyimiz mana bitta, uglerodimiz ham bitta, mana to'g'risiga qarasak, kislorodimiz 3 ta. Ohaktosh kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz A varianti. 2-1. Kalsiy, uglerod hamda X3 birikmasi tarkibida 48% X bo'lsa debdi. Xo'p, yoza olamiz. 48% bo'lsa, o'z-o'zidan birinchi o'rinda tarkibiga e'tibor beramiz. Tarkibi kalsiy, uglerod hamda X elementidan iborat 3 ta elementdan. Shunda X elementining foizi 48% bo'lsa, kalsiy bilan uglerodning massa olushi 100 dan 48 darsak, demak 52% kelib chiqadi. Endi bu yerda kalsiy bilan uglerodning massalari yig'indisi 40 ga 12 ni qo'shsak 52 gram. 52% kalsiy bilan uglerodning massa olushi 48% ga to'g'ri kelsa, 50 grammi qanchaga to'g'ri keladi? 52 dan qisqartirib olsak, demak 48 grammga to'g'ri keladi. 48 ni 3 ga bo'lsak 16. Demak, kislorod elementi kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz A varianti. Keyingisi 3-1. 20% tarkibida metal, 26.67% oltin gurt va kisloroddan tashkil topgan birikma formulasini toping debdi. Yoza olamiz berilishini. Metal, oltin gurt, kislorod. Demak, birikma tarkibi shunaqa ekan. Metalimiz 20, oltin gurtimiz 26.67, kislorodimiz o'z-o'zidan 100 dan 20 bilan 26.67 ni yig'indisini ayirib tashlasak, 53.33% kelib chiqadi mana. Bir narsani yodda tutishimiz kerak. Birikma tarkibidagi elementlarning massa olishlarining nisbati ularning massa nisbatiga teng. Ya'ni xulosa qilib aytsak, birikma tarkibidagi elementning massa olushi ikkinchi elementning massa olishidan necha marta katta bo'lsa, massasi ham shuncha marta katta bo'ladi. 3 ta element bor, bittasi noma'lum metal, ikkitasi ma'lum elementlar. Shu yerda oltin gugurt bilan kislorodning massa olishini topamiz. Kislorodning massa olushi oltin gurtning massa olishidan mana 2 marta katta ekan. Ya'ni 53.33 ni 26.67 ga bo'lganda 2 chiqadi. Endi xulosa qilsak, birikmadagi massasi ham oltin gurtning massasidan 2 marta katta degan. Mana bu yerda bitta oltin gurtimiz massasi mana 32 ga to'g'ri kelsa, kislorodimiz massasi buni massasidan 2 marta katta bo'lganligi uchun 64 bo'ladi. 64 bo'lishi uchun kislorodimiz soni 4 ta bo'lish kerak. Shunda birikma formulasi kelib chiqadi bizga. Metal SO4. Metalimiz mana ko'rib turganingizdek 20% edi. SO4imiz 100 dan ayirsak 80% kelib chiqadi. SO4imiz ekvivalenti 48 bo'lsa, noma'lum metal ekvivalenti qancha? Qisqartira olamiz 4 ga. 48 4 ga bo'lsak, noma'lum elementimiz metalimiz ekvivalenti kelib chiqadi 12. Demak, nisbiyatli massani topish uchun biz bilamiz, qoida bor, ekvivalentni valentligiga ko'paytiramiz. Ekvivalentimiz 12, valentligimiz aytilmagan. 1 ga ko'paytirsak, massasi 12, valentligi 1 bo'lgan metal yo'q. 2 ga ko'paytirsak 24. Bu elementimiz, metalimiz demak magniy. To'g'ri javobimiz magniy sulfat. A varianti. Keyingisi 4-1.
tarkibi x2 y2 o7 va x2 y o4 dan tashkil topgan birikmalar tarkibida kislorodning massa olushi tegishlicha 38,1 hamda 33% bo'lsa, x va y elementini toping debdi. Yozib olamiz. x2 y2 o7 va x2 y o4 berilgan. Shunda kislorodning massa olishlari tegishlicha 38,1 hamda 33% tashkil etar. Xo'p, ana endi birinchi birikmani ko'rib turibmiz, ikkinchi birikma. Birinchi birikmamiz tarkibi 3 ta elementdan iborat, jami 100%. 100 dan 38,1 deb tashlasak, x bilan, demak, y ga foiz ulushlari kelib chiqadi. Xo'p, buni ayirib olsak, adashmasam 61,9% kelib chiqar ekan. Shunda kislorodimizda 7 tasini massasi 112 gram. Ana endi proporsiya qilamiz. 61,9% x va y elementimiz 38,1% kislorodga to'g'ri kelsa, qani 112 gram kislorodimiz necha gram x bilan y massasiga to'g'ri keladi? 112 ni 61,9 ga ko'paytirib 38,1 ga bo'lib olsak, xo'p, 182 gram kelib chiqar ekan. Ikkinchi birikmaga e'tibor beramiz. Birikmada 33% kislorod bo'lsa, x bilan y elementimiz o'z-o'zidan 67% ga to'g'ri keladi. Kislorodimiz massasi 64. Buni ham xuddi shu usulda proporsiya qilib topa olsak, x bilan, demak, y imizda massasi kelib chiqadi 130. Ana endi birinchi birikma tarkibida ko'rib turganimizda ikkita x bilan ikkita y ning massasini yig'indisi kelib chiqdi 182. Ikkinchi birikmada ikkita x bilan bitta y ning massasini yig'indisi kelib chiqdi 130. Sistema qilamiz va ayirish usulidan ishlasak, xlarimiz qisqarib ketadi. Y teng 182 dan 130 da ayirsak 52 kelib chiqdi. Bu xrom. X topa olsak, pastki xatga qo'yib, demak 39 kelib chiqdi. Bu kaliy elementi. Shunda to'g'ri javobimiz x bilan y imiz, demak A variantda bor ekan. Kaliy bilan xrom. Keyingisi 5-birinchi topshiriq. Tarkibida mol ulushi berilgan 37,5, 12,5 va 50%. Vodorodimiz 37,5, fosforimiz 12,5, kislorodimiz 50%. Bu yerda mol ulush berilgan, birikmadagi elementlarning mol ulushi ularning atom ulushiga teng bo'ladi. Shunchaki o'zaro qisqartirsak kelib chiqadi javob. 12,5 ni o'ziga bo'lsak 1, 37,5 ni 12,5 ga bo'lsam 3, 50 da 12,5 ga bo'lsam 4. Eng kichik songa bo'lib oldik. Shuning hisobidan H3, PO4 kelib chiqdi mana. To'g'ri javobimiz A varianti. Olti bir berilgan. Quyidagi jadvaldan foydalangan holda x2 y3 birikmadagi x ning massa olishini toping debdi. Jadval ma'lumotlariga e'tibor berib qarasak, protonlar soni hamda neytronlar soni berilgan. Shundan bilamizki, bizga proton bilan neytron soni ma'lumki nisbiy massaga teng. Endi yoza olamiz. X elementini proton bilan neytronlar sonidan foydalanamiz. A 2A. Demak, x nisbiy massasi 3A ga teng ekan. Y topa olamiz. 2A plus 4A. Y nisbiy massasi 6A ga teng ekan. Yuqorida birikmamiz berilgan. X2, Y3. Bitta x'imiz massasi 3A edi, ikkita bo'lsa mana bu yerda 6A. Y'imiz 6A edi, 3 tasi 18A. Jamini hisoblasak, demak 24A ga teng ekan. Shundan endi x ning massa olishini topa olamiz. X'imiz ko'rib turganimizdek massasi 6A, birikmaning massasi 24A. Alarimiz qisqarib ketadi mana. 6 bilan 24 qisqartirsak, demak 1/4 kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz B variant. bir. Grafik beribdi, chiza olamiz. Grafikda proton hamda neytron soni berilgan. Elementlarimiz ikkita. Bu elementimiz x ekan, bu elementimiz demak y ekan. X elementi proton soni ko'rib turganimizda 2A ga teng, y elementimiz esa A ga teng. X elementimizning neytron soni to'g'risidan yozamiz.
2a, y elementimizga esa a ga teng. Xuddi yuqoridagidek xulosa qilsak, proton bilan neytron nisbiy atom massaga teng bo'lar ekan. Ma'lumotlardan foydalangan holatda debdi bizga x, y 3 tarkibdagi y ning massa ulushini toping debdi. Xo'p, yoza olamiz. X elementi massasini topamiz. Protoni x elementi 2a, neytroni 2a. Demak, ikkalasini qo'sha olsak, umumiy massa 4a kelib chiqadi. Endi neytron soni y elementimizdan xuddi shunday topib chiqamiz. Proton soni a, neytron soni bu ham a ga teng. Nisbiy atom massasi 2a. Birikma tarkibi x, y 3 edi. Bitta x massasi ko'rib turganmiz mana 4a ga teng. Bitta y massasi 2a, 3tasi esa demak 6a. Jami massa 10a ga teng ekan. Y massa olishini topish uchun 6a ni bo'lamiz 10a ga. Aniq qisqarib ketadi. 2 ga bo'laversak 3 taqsim 5 kelib chiqadi. C javob. 802. Nisbiy atom massalar berilgan. X ning nisbiy atom massasi 2, Y ning nisbiy atom massasi 4 ga teng. Shundan foydalanib X, Y 2 birikmasining molar massasini toping debdi. Xo'p, mana. Demak, X imiz nisbiy atom massasi 2, Y imiz 4, ikkitasi 8. Qo'shib olsak, molar massa kelib chiqadi. C javob. Keyingisi 9-birinchi xillik. Birikma tarkibi berilgan bizga x2, y3. Birikmaning demak molar massasi 12 ga teng, shunda y imiz 50% bo'lsa, x, y ning molar massasini toping debdi. Birikma molar massasi 12 bo'lsa, 100% ga teng, shundan 50% y ga tegishli debdi. Topib olsak, demak 6 gram kelib chiqadi y imiz. Birinchi ish, ikkinchi ish. 12 dan 6 ni ayirib tashlasak, 6 gram demak x imiz kelib chiqadi. Bizda birikma tarkibida x imiz ham 2 ta, y imiz 3 ta ekan. X imizning massasi 6 kelib chiqdi. Bu degani 2 ta x imiz, shunda bitta x kelib chiqadi 3. Y imiz 3 ta, bu 6 bo'lsa, bitta y imiz kelib chiqadi 2. Shundan foydalangan holatda x, y ning molar massasini toping debdi. X, y. Bitta x, bitta y. Bitta x imiz 3, y imiz 2 bo'lsa, massasi kelib chiqadi, demak 5. To'g'ri javob B variant. Keyingisi o'xshash ekan, 10-si xuddi shuni o'zi. Shuning uchun biz 11-xillikdan ishlab ketamiz. X2, Y3 birikmasi tarkibida 50% Y bo'lsa, X2, Y birikma tarkibida necha foiz Y bo'ladi debdi. Yoza olamiz. X2, Y3 50% Y bor debdi. Xo'p, 50%. X imiz ham o'z-o'zidan 50% bo'ladi. Endi shu yerda sonlarga bo'la olamiz. 50 ni 2 ga bo'lsak, X imiz 25, 50 ni 3 ga bo'lsak, Y imiz bittasi 16.67 ga to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi ish. X, Y. Bitta X va bitta Y bor ekan. X imiz 25, Y imiz 16.67 edi. Qo'shib olsak ikkalasini 41.67 kelib chiqadi. Bu 100% bo'lsa, savolda aytganki, Y imizda foizini top degan. 16.67 si demak, qani necha foizga to'g'ri keladi? Necha foizga to'g'ri keladi? Demak, qisqartirishlasak 40% ga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz B variant ekan. Keyingisi 12-birinchi topshiriq. X2, Y3 birikmasi tarkibida 50% Y bo'lsa, 40% Y saqlagan birikmani toping debdi. Yoza olamiz. X2, Y3 50% Y bo'lsa debdi. Bunimiz ham o'z-o'zidan 50%. Endi 2 ga bo'lib olsam 25, 3 ga bo'lib olsam 16.67
67 kelib chiqar ekan. Hozirgi savol teskarisi. 40% y saqlagan birikmani toping debdi. Xo'p, x, y qandaydir endi bu tarkibga ega. Shunda 40% y bo'lsa, 60% o'zidan x bo'ladi. Bitta x'imiz 25, bitta y'imiz 16,67 edi. 60 ni 25 ga bo'lsak 2,4. 40 da 16,67 ga bo'lsak, bu ham 2,4 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, nisbatimiz 1:1. X'imiz ham y'imiz ham bittadan bo'lganligi uchun tarkibi x bilan y ekan. To'g'ri javob A varianti. 13.1. Metal SO3 tarkibli moddaning 3 dan 1 qismi metal tashkil etsa, metalni aniqlang debdi. Yoza olamiz. Metal SO3. Endi shunda 3 dan 1 qismi metal, o'z-o'zidan qolgan 2 qismi SO3 ga to'g'ri keladi bu. SO3imizning molar massasi 80 gram bo'lgan paytda 2 qismga to'g'ri kelsa, 1 qism metalimiz qanchaga to'g'ri keladi? 40. Demak, bu kalsiy. To'g'ri javob B varianti. 64 bo'ladi. 64 bo'lishi uchun kislorodimiz soni 4 ta bo'lish kerak. Shunda birikma formulasi kelib chiqadi bizga. Metal SO4. Metalimiz mana ko'rib turganingizdek 20% edi. SO4imiz 100 dan bilsak 80% kelib chiqadi. SO4imiz ekvivalenti 48 bo'lsa, noma'lum metal ekvivalenti qancha? Qisqartirib olamiz 4 ga. 48 4 ga bo'lsak, noma'lum elementimiz metalimiz ekvivalenti kelib chiqadi 12. Demak, nisbiyatli massani topish uchun biz bilamiz, qoida bor, ekvivalentni valentligiga ko'paytiramiz. Ekvivalentimiz 12, valentligimiz aytilmagan. 1 ga ko'paytirsak, massasi 12, valentligi 1 bo'lgan metal yo'q. 2 ga ko'paytirsak 24. Bu elementimiz, metalimiz demak magniy. To'g'ri javobimiz magniy sulfat. A varianti. Keyingisi 4.1. Tarkibi X2 Y2 O7 va X2 YO4 dan tashkil topgan birikmalar tarkibida kislorodning massa olushi tegishlicha 38,1 hamda 33% bo'lsa, X va Y elementini toping debdi. Yoza olamiz. X2 Y2 O7 va X2 YO4 berilgan. Shunda kislorodning massa olishlari tegishlicha 38,1 hamda 33% tashkil etar ekan. Xo'p, endi birinchi birikmani ko'rib turibmiz, ikkinchi birikma. Birinchi birikmamiz tarkibi 3 ta elementdan iborat, jami 100%. 100 dan 38,1 da tashlasak, x bilan demak y da foiz ulushlari kelib chiqadi. Xo'p, buni ayirib olsak, adashmasam 61,9% kelib chiqar ekan. Shunda kislorodimizda 7 tasini massasi 112 gram. Ana endi proporsiya qilamiz. 61,9% X va Y elementimiz 38,1% kislorodga to'g'ri kelsa, qani 112 gram kislorodimiz necha gram X bilan Y massasiga to'g'ri keladi? 112 ni 61,9 ga ko'paytirib 38,1 ga bo'lib olsak, xo'p, 182 gram kelib chiqar ekan. Ikkinchi birikmaga e'tibor beramiz. Birikmada 33% kislorod bo'lsa, X bilan Y elementimiz o'z-o'zidan 67% ga to'g'ri keladi. Kislorodimizning massasi 64. Buni ham xuddi shu usulda proporsiya qilib topa olsak, X bilan demak Y'imizda massasi kelib chiqadi 130. Ana endi birinchi birikma tarkibida ko'rib turganimizda ikkita X bilan ikkita Y massasini yig'indisi kelib chiqdi 182. Ikkinchi birikmada ikkita X bilan bitta Y massasini yig'indisi kelib chiqdi 130. Sistema qilamiz va ayirish usulidan ishlasak, xlarimiz qisqarib ketadi. Y teng 182 dan 130 ayirsak 52 kelib chiqdi. Bu xrom. X topa olsak, pastki xatga qo'yib, demak 39 kelib chiqdi. Bu kaliy elementi. Shunda to'g'ri javobimiz X bilan Y'imiz demak A variantida bor ekan. Kaliy bilan xrom. Keyingisi 5-birinchi topshiriq. Tarkibida mol ulushi berilgan 37,5, 12,5 va 50%. Vodorodimiz 37,5, fosforimiz 12,5, kislorodimiz 50%.
Bu yerda mol ulush berilgan. Birikmadagi elementlarning mol ulushi ularning atom ulushiga teng bo'ladi. Shunchaki o'zaro qisqartirsak kelib chiqadi javobi. 12,5 ni o'ziga bo'lsak 1, 37,5 ni 12,5 ga bo'lsam 3, 50 ni 12,5 ga bo'lsam 4. Eng kichik songa bo'lib oldik. Shuning hisobidan H3 PO4 kelib chiqdi mana. To'g'ri javobimiz A varianti. Olti bir berilgan. Quyidagi jadvaldan foydalangan holda x2 y3 birikmadagi x ning massa ulushini toping debdi. Jadval ma'lumotlariga e'tibor berib qarasak, protonlar soni hamda neytronlar soni berilgan. Shundan bilamizki, bizga proton bilan neytron soni ma'lumki nisbatan massaga teng. Endi yoza olamiz. X elementini proton bilan neytronlar sonidan foydalanamiz. A 2A. Demak, x nisbatan massasi 3A ga teng ekan. Y topa olamiz. 2A plus 4A. Y nisbatan massasi 6A ga teng ekan. Yuqorida birikmamiz berilgan. X2, Y3. Bitta x'imiz massasi 3A edi, ikkita bo'lsa mana bu yerda 6A. Y'imiz 6A edi, 3tasi 18A. Jamni hisoblasak, demak 24A ga teng ekan. Shundan endi x ni massa olishini topa olamiz. X'imiz ko'rib turganimizdek massasi 6A, birikmaning massasi 24A. Alarimiz qisqarib ketadi mana. 6 bilan 24 qisqartirsak, demak 1/4 kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz B varianti. 701. Grafik beribdi, chiza olamiz. Grafikda proton hamda neytron soni berilgan. Elementlarimiz ikkita. Bu elementimiz x ekan, bu elementimiz demak y ekan. X elementi proton soni ko'rib turganimizda 2A ga teng, y elementimizga esa A ga teng. X elementimizning neytron soni to'g'risidan yozamiz. 2A, y elementimizga esa A ga teng. Xuddi yuqoridagidek xulosa qilsak, proton bilan neytron nisbiy atom massaga teng bo'lar ekan. Ma'lumotlardan foydalangan holatda debdi, bizga x, y, 3 tarkibdagi y ning massa ulushini toping debdi. Xo'p, yoza olamiz. X elementi massasini topamiz. Protoni x elementi 2A, neytron 2A. Demak, ikkalasini qo'sha olsak, umumiy massa 4A kelib chiqadi. Endi neytron soni y elementimizdan xuddi shunday topib chiqamiz. Proton soni A, neytron soni bu ham A ga teng. Nisbatan massasi 2A. Birikma tarkibi x, y3 edi. Bitta x massasi 4A ga teng, bitta y massasi 2A, 3tasi esa demak 6A. Jami massa 10A ga teng ekan. Y massa olishini topish uchun 6A ni bo'lamiz 10A ga. Ala qisqarib ketadi. 2 ga bo'laversak, 3/5 kelib chiqadi. C javob. 802. Nisbiy atom massalar berilgan. X ning nisbiy atom massasi 2, Y ning nisbiy atom massasi 4 ga teng. Shundan foydalanib X, Y2 birikmasining molar massasini toping debdi. Xo'p, mana. Demak, X'imiz nisbiy atom massasi 2, Y'imiz 4, ikkitasi 8. Qo'shib olsak, molar massa kelib chiqadi. C javob. Keyingisi 9-birinchi xillik. Birikma tarkibi berilgan bizga x2, y3. Birikmaning demak molar massasi 12 ga teng, shunda y'imiz 50% bo'lsa, x, y ning molar massasini toping debdi. Birikma molar massasi 12 bo'lsa, 100% ga teng, shundan 50% y ga tegishli debdi. Topa olsak, demak 6 gram kelib chiqadi y'imiz. Birinchi ish, ikkinchi ish. 12 dan 6 ni ayirib tashlasak, 6 gram demak x'imiz kelib chiqadi. Bizda birikma tarkibida x'imiz ham 2 ta, y'imiz 3 ta ekan. X'imizning massasi 6 kelib chiqdi. Bu degani 2 ta x'imiz, shunda bitta x kelib chiqadi 3. Y'imiz 3 ta, bu 6 bo'lsa, bitta y'imiz kelib chiqadi 2. Shundan foydalangan holatda x, y ning molar massasini toping debdi. X, y. Bitta x, bitta y. Bitta x'imiz 3, y'imiz 2 bo'lsa, massasi kelib chiqadi, demak 5. To'g'ri javob B varianti.
Keyingisi o'xshash ekan. 10-si xuddi shuni o'zi. Shuning uchun biz 11-chi xillikdan ishlab ketamiz. x2 y3 birikmasi tarkibida 50% y bo'lsa, x2 y birikma tarkibida necha foiz y bo'ladi debdi. Biz olamiz. x2 y3 50% y bor debdi. Xo'p, 50%. X'imiz ham o'z-o'zidan 50% bo'ladi. Endi shu yerda sonlarga bo'la olamiz. 50 ni 2 ga bo'lsak, x'imiz 25, 50 ni 3 ga bo'lsak, y'imiz bittasi 16.67 ga to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi ish. X, y. Bitta x va bitta y bor ekan. X'imiz o'zi 25, y'imiz 16.67 edi. Qo'shib olsak ikkalasini 41.67 kelib chiqadi. Bu 100% bo'lsa, savolda aytganki, y'imizda foizini top degan. 16.67 si qisqartirishlasak 40% ga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz B variant ekan. Birinchi topshiriq. x2 y3 birikmasi tarkibida 50% y bo'lsa, 40% y saqlagan birikmani toping debdi. Yoza olamiz. x2 y3 50% y bo'lsa debdi. Bunimiz ham o'z-o'zidan 50%. Endi 2 ga bo'lib olsam 25, 3 ga bo'lib olsam 16.67 kelib chiqar ekan. Hozirgi savol teskarisi. 40% y saqlagan birikmani toping debdi. Xo'p, x, y qandaydir endi bu tarkibga ega. Shunda 40% y bo'lsa, 60% o'zidan x bo'ladi. Bitta x'imiz 25, bitta y'imiz 16.67 edi. 60 ni 25 ga bo'lsak 2.4, 40 da 16.67 ga bo'lsak, bu ham 2.4 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, nisbatimiz 1:1. X'imiz ham y'imiz ham bittadan bo'lganligi uchun tarkibi x bilan y ekan. To'g'ri javob A variant. 13.1. Metal SO3 tarkibli moddaning 3 dan 1 qismi metal tashkil etsa, metalni aniqlang debdi. Yoza olamiz. Metal SO3. Endi shunda 3 dan 1 qismi metal, o'z-o'zidan qolgan 2 qismi SO3 ga to'g'ri keladi bu. SO3imizning molar massasi 80 gram bo'lgan paytda 2 qismga to'g'ri kelsa, 1 qism metalimiz qanchaga to'g'ri keladi? 40. Demak, bu kalsiy. To'g'ri javob B variant.